sovuqlik, o'z maqsadingiz va atrofdagi insonlardan uzilib qolish. Nima uchun hayotingizda hamma narsa joyida ko'rinsa ham, qalbingizda bo'shliq his qilasiz? Hatto eng yaqin insonlaringiz ham quvonch yoki dardiga befarq bo'lib qoldingiz. Bunaqa holat bo'lganmi? Tak, bu to'g'risida yaxshisi atdельный bir efirimizda gaplashganimiz yaxshi, sababi bu katta mavzu, og'ir mavzu. Hech qanaqa diagnozlarni qo'ymaymiz o'zimizga. Agar sizda o'xshash muammolar bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga qat'iy maslahat beraman, iltimos qilaman, specialist bilan ishlanglar, mutaxassislar bilan. Bu juda muhim. Hozir prosta moda bo'lyapti, o'ziga diagnoz qo'yish. Menda depressiya bor, menda STVG bor.